Mana navbatdagi mashinamiz Arlonning mashina. Suv sistemasini polni yuvayapmiz. Mashinamiz qaynab ketayotgan ekan. Suv shuni polni sistemasini yuvayapmiz. Ichidan chiqayotgan kirlari mana. Kirlar chiqyapti. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol tepada ko'rsatilgan nomerlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Adresimiz Sherobod shahar bozorda kelishda yangi Balinsa burilimi chap qo'l tarafda svetoforda yonida ustaxonamiz joylashgan. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Mana mashinalar turibdi, ochratda. Toza bo'lgan holatini ham video syomka qilib qo'yamiz.